Shunday qilib Qur'on o'qib o'tirishga nima yetsin? Bilamizki, Masjidul Haromda Ramazon oyida joy topish juda nihoyatda qiyin bo'ladi. Biz hozir Masjidul Haromni eng qulay sharoitga ega bo'lgan joylardan biridamiz. Ya'ni soatni to'g'risida joylashgan yangi qurilgan xonaqoh bino ustilarida turibmiz. Bu yerda joy namozlari solingan. Ort taraflarida yengil tahorat qilishlik uchun sharoitlar bor. Va hattoki Zamzam suvi ham bo'ladi. Uni ortida hojatxonalarigacha bor hattoki. Ya'ni kimda kim xotirjam kelib, taroveh namozlarini, tahajjud namozini o'qib ketaman deb asrdan keyin kelib bu yerga joylashadigan bo'lsa, xotirjam holatda mana shu yerda iftorliklarini qilib, shomlarini, xuftonlarini o'qib, tarovehni o'qib imom ergashgan holatda va hattoki agar Ramazon oyining 3-10 kunligida bo'ladigan bo'lsa, tahajjud namozlarini ham imom ergashgan holatda mazza qilib o'qib, mana shu yerda ibodat qilib ketsa bo'ladi. Hattoki taroveh va tahajjud namozlaridan keyin mana shunday suyanadigan joy namozlar olsa, istaganicha mazza qilib, Qur'on xatm qilib, Qur'on o'qib ketsa ham bo'ladi. Juda ajoyib joy. Bu yangi xonaqoh binosi Masjidul Haromning orqa qismida yarim doira shaklida joylashgan bo'lib, asosan ikkita kirish joyi bor. Birinchisi bu soat minorasini shundoqqina chap tarafidagi Jabal Umar ko'chalarida Adrez va Anjum mehmonxonasini oldidan kirishi. Ikkinchisi bo'lsa Masjidul Haromni G'ozza qismi, ya'ni Marva tepaligidan keyingi kirish joyi. Soat tarafdan yoki G'ozza bekati tarafdan kelganinglarda yangi binolar ustida mana shunday ishoralar bor, ya'ni maydonlar bor. Mana shuni belgi qilib olsanglar, bu vertolyot qo'nadigan maydon. Mana shularning oralig'ida eskalatorlar bor, yuqoriga olib chiqadigan. Mana shu eskalatorlardan chiqishinglar bilan birinchi, ikkinchi, uchinchi qavat bo'ladi. Qaysi biri ochiq bo'lsa, qaysi biri sizga qulay bo'lsa, ana shu yerlarga joylashib, bemalol ibodat qilsangiz bo'ladi inshaalloh.